Ayyomlaringiz muborak. Assalomu alaykum do'stlar. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana bizlar bugun juma kuni 26-sentyabr kuni fermamizga yer talabdan sigirlari sog'ib, mana mollarni xashakini to'kib qo'ydik. Mollar o'tlashni boshladi. Birodarlar, kanalga obuna bo'lamiz. Videoni ko'rgandan keyin bitta like bosamiz. Podpiska bo'lmaganlar kanalga podpisatsiya tugmasini bosamiz. Inshaalloh har kungi yangi videolar chiqaveradi. Faqat videolar bu bizning muxlislar uchun, bizning kanalimizning obunachilari uchun 24 soat bizlar xizmat qilishdan cho'chimaymiz. Mana hamma sigirlarimiz golland. Mana bu bitta fermamizga 2000 bosh sigir bor. 5 ta ferma bor, 10 mingta sigir bor. Mana Tyumen Cityda havoga yomg'ir yog'ib yotibdi Tyumenga. Sankt-Peterburg boshqa joylari bilmadim. Mana bu mashinalar kelgan sut olib ketadi. 3-sklatimizga, qarochi mana sut olib ketadigan mashinalar kelib sutni kutib yotibdi. Bu yerga sigirlari sog'yapti mana. Sigirlar kelyapti sog'ishdan, promoy o'tlashga kirib ketyapti. Podeshka qilamiz do'stlar, videoni tarqatamiz.